Endiki mavzu hürmetli vatandaşımız. Prezident Trump eğer devlet bexatarligi ve sodi kelişimiga paydası bo'ladiganli bo'lsa, men mingmanju delosiga ordishiman deb bilsin. Mavzuda xabar 12 ayning 12 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundan boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 12 kuni mundaq ko'rsatdi. Agar davlatning bexatarligiga va Jungo Amerika savdo suhbat kelishimiga foydali bo'ladiganli bo'lsa, men Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya ministrligining Jungoning xoviy sherikti yuqori darajalik amaldori qartilgan delosiga aralashman. Prezident Trump Reuters agentlik muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Davlatga foydali qanday ish bo'lsa, men bu ishni qilaman. Agar men bu ish tarixdan beriki eng zo'r savdo suhbat kelishimiga foydali bo'ladi deb hisoblasam, bu albatta intayin muhim ishdir. Davlat manfaatiga foydali ish bo'ladiganli bo'lsa, agar men zarur deb hisoblasam, men cho'qim aralashmayman. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Men Jungoning Rais Xi Jinping bilan bu ish to'g'risida suhbatlashmadim. Lekin bizning odamlar bu to'g'rida, bu delo to'g'risida yoki mingmanju delosi to'g'risida Jungo taraf bilan suhbatlashdi. Demak, Amerika Jungo o'tirishida mushunga munosabatli aloqada bo'ldi deydi. Huawei shirkatining moliya amaldori mingmanju 12 ayning 1-kuni Kanada doiralari Amerikaning talabi bo'yicha qo'lga mingmanju Huawei shirkatini quruvchi Ren Zhenghuining qizi edi. Amerika mingmanjuni Ironga berib ketilgan savdo masalasida davlat olqigan bankalarga yolg'on xabar yetkazdi. Natijada bu bankalar Amerikaning Ironni embargo qiladigan siyosatiga xiloflik qiladigan xatarga duch keldi deb ayblaydi. Mingmanju qo'lga olingan shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Jungoning Rais Xi Jinping Argentinada xizmat ziyofati o'tkazib, savdo urushini vaqtli to'xtatish qo'shilgan. Mingmanjuning qo'lga olinishida Jungo g'azabli inkas qaytardi. Amerika ve Kanada hükümeti narazılık bildirdi ve agahlantirish berdi. Amerikan bir mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti Jungoning Kanada diplomatini qo'lga olganligini ayblab, Jungoga ziyoratga borganlarga agahlantirish berdi. Mavzuli xabar 12 ayning 13 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Robert Palladino haftaning 2 kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Kanadaning sobiq diplomatining Jungoda qo'lga olinganligiga diqqat qildi deb ko'rsatdi va har qanday shakllik qo'lga olish harakatlarini aybladi. Jungoning har qanday shakllik qo'lga olish harakatlarini aybladi. O'xshash bir vaqtda Palladino mundaq ko'rsatdi. Jungoga ziyoratga boradigan har qanday bir kishi ehtiyot qilish kerak. Xabardor bir nafar kishi Amerika Birlashma Agentligi mundaq ko'rsatdi. Kanadaning sobiq diplomati Michael Kovrig haftaning 1-kuni, ya'ni 10-kuni kechda Beijingga nazarband qilindi. U vaqt u Beijingda ziyoratda bo'lib o'tdi. Bundan burun Kanada taraf Amerika Qo'shma Shtatlarining talabi bo'yicha Ottawa aerodromida Jungo Huawei shirkatining moliya amaldori Mingmanjuni qo'lga olgan edi. Kanada hükümeti bu davlatdan bir nafar fuqarosining Jungoga qo'lga olinganligini dalillagan bo'lsa-mu, Huawei shirkati bilan ro'shan munosabati yo'q ekanligini bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bu munosabat bilan Kanadaning Greydan to'g'risida yuqoridagi bayonotlar